Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 22 may 2025-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan kechki ish vaqtlarimizdan bir video qilib tashlaylik dedik. Noringa Aqlovatga 16,5 ming so'mdan dastak qilib beryapmiz. 20 ga 30-60 bo'lgan gazobloylarimiz hammasi razmerlari hammasi joyida. Biz bir metr qo'yib o'lchab beramiz. Bog'dan yuklayapmiz. Xudo xohlasa bog'dan gazobloylarning yangisini chiqazyapmiz. Bog'dan yuklayapmiz, bog'dan chiqazyapmiz. Bugun hozir chiqqan gazobloylar. Buni razmerlarini ko'rsatib beramiz. Yigirmaga 30 xohlaganini ko'rsatib beramiz. 30 20 istalganini metrga qo'yib beramiz. Bemalol ustakalarimiz maza qilib turadigan holatda gazobloy chiqazganmiz buni. 60 xohlaganini qo'yib beramiz. Ichkarida bo'layotgan ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Marba hormang. Xo'p, bu ichkarida hozir chiqayotgan gazobloylarimiz usti yursa ham bo'ladi. Buni qattiqligi zo'r, sifati a'lo darajada. Ularga reska qo'yib kesish jarayoni boshlandi. Bu tomon polni kesib tashqariga olib tashlayapmiz. Mana shu bugun chiqqan gazobloyga ustida yursa ham bo'ladi. Mana izimiz chiqib qolmaydi. Izimiz changi chiqib qolyapti xolos. Demak, gazobloy kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida. Eski 90-avtobazani ichida. Ekran nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bizda hech qanday montaj, uzib, kesib tashlaydigan joy bo'lmaydi. Qanday olingan bo'lsa, shunday qo'yamiz. Quyayotganimiz Namangan bonus 550 markadagi sement. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana bir narsa, kimga перегородка kerak bo'ladigan bo'lsa, 10li, 12li, 15ligi bor. Zakazga tayyorlab beramiz uni. Перегородочныйsi. Sog' bo'linglar, hammalarga kattakon rahmat.